Yaxshimizlar turdashlar, hammalarning mushaq xayrli bo'lsin. Men sizlarning yaqindoshlar Abeydullah. Bu soat o'tilgan darsimiz oldingi soatda duta bilan tanishib, andan keyin dutaning tanishish usulini o'rgangandik. Bu soat bo'lsa dutaninki urush shakli bilan andan keyin padini besish, sol qo'lda pad besish shaklini o'rganamiz. O'ng qo'l urush shakli qanday bo'ldi deganda, hozir biz dastlabki nol seviyadan boshladik emasmi? Shunlashqa birinchi qadamda ustidan ostiga urish shakli. Ustidan ostiga urish shakli qanday bo'ldi deganimizda, qo'limiz erkin, nayt erkin holatda mushalat bo'ldi. Mushalatda urimiz ustidan ostiga urimiz. Masalan, mushalatda ustidan ostiga shakli tarni bir vaqtda tanglab urimiz. Andan keyin ostidan ustiga urish shakli bor. Ikkinchi urish shakli ostidan ustiga. Buningda ustidan ostiga urish shaklida shu to'rt barmoq bilan o'g'an bo'lsak, masalan, musharatda ustidan ostiga to'rt barmoq bilan bunda o'g'an bo'lsak, ostidan ustiga urish holatida shu bosh barmoqdan ilimiz. Mushalat bo'ldi. Buni ko'proq mashq qilish uchun udar sanab mashq qilsak bo'ldi. Masalan, ustidan ostiga urish shaklini bir vaqtda 1-2 soat mashq qilib, ko'proq mashq qilishimizni talab qildi. Masalan, bundaq 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ustiga urish shaklini mushalatni mashq qilsak bo'ldi. 1 2 3 4 1 2 3 4